Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yangi kitobimizni tahlil qilamiz. Anatomiya tayanch harakat sistemasi. Bu kitob avvalgi nashrdan chiqqan osteologiya, artrologiya hamda miologiya kitoblarini birlashtirilgan shaklda ko'rib turibsizlar. Anchagina katta kitob, 405 betdan iborat. Avvalgi miologiya qo'llanmamizni ko'rishingiz mumkin. Bu 230 betga yaqin qo'llanma. Bu kitobni miologiyani o'zidan o'qishingiz ham mumkin va to'liq qilib shu tayanch harakat sistemasi anatomiyasi kitobini o'qishingiz ham mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin, ichida har bitta mavzular o'zini matni va rasmlari bilan birgalikda berilgan. Ya'ni textbook hamda atlas shaklida yozilgan kitob. Kitobni o'qish davomida e'tibor berishingiz kerak bo'lgan joylari mana ko'ringlar, juda ham sodda, tushunarli, bitta o'qishda miyaga kiradigan shaklda. Darslarda foydalansangiz bo'ladi, mustaqil tayyorlanish uchun foydalanishingiz bo'ladi, xalqaro imtihonlarga tayyorgarlik uchun foydalansangiz bo'ladi. Foydalanilgan adabiyotlar top darajadagi Gayvaronskiy kitoblari. Bundan tashqari o'zbek tilidagi terminlarni sozlash uchun Bahodirov kitobidan foydalanilgan. Va u yog'i asosiy kitoblardan Memory X Anatomy, Netter Anatomy, BRS Anatomy shu kabi kitoblardan foydalanilgan. Kitobda miologiya, artrologiya bo'limlarida har bitta mavzudan keyin mana bunaqa testlar berilgan. Testlarni yechib, oxirida javoblari bilan o'zingizning javoblaringizni solishtirib ko'rishingiz mumkin bemalol.